Oktyabr oyida 25-yilda Olmaotada forumga borganman. Ya'ni tadbirkorlar forumida. Shunda spiker Robin Sharma bo'lgan. Bu dunyoga taniqli spiker. Undan tashqari bir 10 taga yaqin boshqa spikerlar ham bo'lgan. Qiziqarligi shuki, obed mahalida o'tirganimda yonimda bir yosh tadbirkor o'tirgan ekan. Yosh tadbirkor o'tirib, shunaqa yosh bo'lib turib, shu spikerni eshitgani keldingmi? Qaysi faoliyat bilan shug'ullanasan? Nima tadbirkorlik bilan? Deganda tadbirkor emasman, men oddiy studentman, 2-kurs filologiya fakultetini studentiman degandaga hayratda qoldim. Sen shu $300 to'lab shu Robin Sharmani, ya'ni qolgan 10 ta spikerlarni eshitish uchun keldingmi, to'ladingmi student bo'lib desam, kulib turib hayratda qolib, "O, dedi 20 tami 30 ta odam o'tiribdi, ko'rasizmi?" Ha, ko'rdim. Ular ham studentlar, ular ham xuddi shunga o'xshab, meni odnokursniklarim, ya'ni shuni, ya'ni spikerlarni eshitgani keldi. Hayratda qolganim shuki, biz O'zbekistonda shunga o'xshagan studentlar bormi?